Ikkinchi ro'zg'or masalasida jiddiy, niyati aniq inson izlayotganlar, diqqat qiling. Kuyovlikka munosib nomzodimiz. Ismi Abdulloh. Yoshi 34 yosh. Boyi 170 cm. Vazni 73 kg. Millati o'zbek. Yashash joyi Toshkent shahri. Oilaviy holati oilalik. Ish joyi tadbirkor. Kuyov haqida. Pozitiv fikrli inson, o'rta hol, bir so'zli va mas'uliyatni tushunadi. Kelinga qo'yiladigan talablar: soliha ayol bo'lishi, yoshi 18 yoshdan 28 yoshgacha bo'lishi so'raladi. Batafsil ma'lumot uchun Telegramga o'ting. Toshkent shahridan kuyovlikka nomzodimiz bilan tanishing. Ismi Ali. Yoshi 35 yosh. Bo'yi 180 cm. Vazni 87 kg. Millati o'zbek. Yashash joyi Toshkent shahri. Oilaviy holati oilalik. Ish joyi tadbirkor. Kuyov haqida. Ichmaydi, chekmaydi. Ibodatda og'ir bosiq. Mas'uliyatli inson. Yolg'onni yomon ko'radi. Kelinga qo'yiladigan talablar: beva bo'lsa ham, ajrashgan bo'lsa ham yoki qiz bola bo'lsa ham ikkinchi ro'zg'orga roziman deb halol yashayman deganlar yozishi mumkin. Qiynalgan bo'lsa ham sabrli, itoatni biladigan bo'lsa yaxshi. Agar farzandi bo'lsa, otalik qilishga tayyor. Nomzodimizga ma'qul kelgan bo'lsa, batafsil ma'lumot uchun Telegramga o'ting.